Toshkent shahrida xususiy bog'chada tarbiyachi 2 yoshli bolani uxlamagani uchun urib o'ldirgan. Bu narsa sizga oddiy holda eslatilishi mumkin, chunki bunaqa yangiliklar har kuni bo'lmasa-da kun-ora kelib chiqadi, lekin bu juda ham achinarli holat. Bu voqea o'tgan yilning 11-dekabridan boshlangan. Ya'ni 2 yoshli Zubayr degan bolani otasi bog'chaga tashlab ketadi. Tixichas, ya'ni uxlaydigan payt kelganda Zubayr yig'lashni boshlaydi va bu narsa tarbiyachiga yoqmaydi. Bola yotgisi kelmasdan eshikning yoniga turib yig'lashni boshlaydi. Va mana shu payt tarbiyachi uni 3 marta tepadi. Bor kuchi bilan. 3-marta tepganida bola devorga qarab otiladi. Va bolani yerdan olib, tarbiyachi kravatga otadi, uxlaysan deb. Lekin bola bundan yana ham qattiq qo'rqqandan yana turib eshikning yoniga qochib ketadi. Mana shu payt bog'chaning metodisti kirib keladi. Bolani uxlamaganini ko'rgandan keyin bolani ko'tarib kechadasi tashlab yuboraman. O'ldiraman, uxlamasin deb yana kravatga otadi. Bola uxlamagandan keyin og'ziga pastelni tiqishadi. Tasavvur qilyapsizmi? 2 yoshli bolani og'zi yopilishi uchun og'ziga pastelni tiqib qo'yishadi. Va mana shu holat 3 kun davomida qaytariladi. 3-kuni bolani yerga qattiq otib olishganda bola hushini yo'qotadi. Shu bilan reanimatsiyaga tushadi. Reanimatsiyada bir necha kundan keyin o'ladi. كان حلمي في وجود